Assalomu alaykum azizlar, YouTube kuzatuvchilari. Mana xudo xolasa bahor faslida Begomiz dastavkalaridan davom ettirmoqdamiz. Hozirgi kunda turli xil ko'chatlar, daraxtlar, pomidor ko'chatlari ekilyapti. O'shalarga sifatli begomizlar zakaz qilishgandi. Zakazlarni yetkazib bermoqdamiz. Begomizlarimiz 05 lik yilda o'tgan, juda ham mayin hamda 1 yil davomida chuvalchanglar qayta ishlagan buni. Har qanaqa o'simlikka ishlatish imkoniyati bo'ladi. Har xil qoplarimiz bor, upakovkali. 10 kilo, 5 kilolik. Hamda 25 kilo, 50 kilolik qoplarimiz bor. Mana xudo xolasa 1 tonna 800 mi bu? 1 tonna 800. Mana dehqon akamizga yuklab berdik. Dastlab qilmoqda. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo tekin.